Shvetsiyada ma'lumotga bir kun ishlasangiz qancha topasiz va nima ishlar qilasiz? Keling sizga ko'rsataman. Birinchi o'rinda soat 11 da kelasiz, shu bilan mana bu narsalar hammasini to'ldirasiz. Nima kam bo'lsa, kam ko'stiga qaraysiz, zagatopkalar, sos, mos hammasini terib, taxlab joy-joyiga qo'yasiz. Ikkinchi o'rinda esa mana shunaqa zakazlar keladi, bularni tayyorlash kerak. Klientlarga esa ko'p hollarda xo'jayin o'zi qaraydi. Buyurtma zakazlar unaqa ko'p bo'lmaydi. Masalan, kelgan bo'lsa, masalan, gamburger kelishi mumkin, pasta, xullas pizza va bu hokazo mana bunaqa salatlar. 3 mahal ovqat esa ishxonaning hisobidan. Kuningizning katta qismini bekorchilikda o'tkazasiz, chunki ish kam. Yo telefon ko'rlaysiz, yo shunchaki o'tirasiz. Ya'ni xo'jayin ana o'sha yerda siz burada klientlar kelib pizza zakaz qiladi va siz uni tayyorlab turib egasiga berasiz. Pizzani egasiga berib, endi o'tirdim deganingizda keyin yana bitta zakaz keladi. Siz birin-ketin zakazlar kelaveradi, siz zakazlarni tayyorlaysizlar, shu bilan kuningizda o'tadi. Dasturchilarga mana shunaqa zakazlarni beraverasizlar. Bosh o'rnichida qurt borish sababli ketib qolaverasizlar. Bo'lsa ba'zi mana shunaqa chiqib qarab, nima kimga nima kerak, o'shani qarab o'tishingiz kerak. Xullas kuningizda mana shunaqa o'tadi va stakanlarni nam chopib qo'yaverasizlar. Shu bilan soat 9:30 bo'ladi sizlarning ishinglar tugaydi. Bundoq qaraganda sizlar soat 11 dan 9:30 gacha 10:30 soat ishlagan bo'lasizlar va buning evaziga sizlar $100 pul olasizlar. Agarda bir kun men sizlarning ishingizda ishlasam, nima vazifalarim bor, nima ish qilishim kerak va qancha daromad qilaman o'sha ishdan? Kommentariyada yozib qoldiringlar.